Assalomu alaykum. Chimentaros kanalining hurmatli obunachilar. Hammalarga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videolarni boshlaymiz. Bugungi videoligimiz Xudo xolasa mana kamasagan mollarning hammasini bosqichligini tekshiryapmiz. Videoga yoqsa like bosib, bomni chorvash qo'zlarga podresa qo'yinglar. Eng oliy toifalik veterinar doktorimiz Azbek. Pochin 0679. O'ta ham dahshatli bo'ladi, Xudo xolasa o'tkazmay ko'rib tursalar ham juda ham ma'lumotlarga boy videolar qilyapmiz, Xudo xolasa. Qanday boqish kerak, boqishga nimalarga ahamiyat berish kerak, hammasini qo'ldan kelgancha o'rgatib beramiz. Kadr tuzmagan holatda nima ekan u? O'g'il, qiz yo xalastim? O'zi xizmatlari zarur bo'lmasa, Xudo xolasa vodiy bo'ylab 27 kundan boshlab 99% aniqlik bilan aytib berilaveradi, Xudo xolasa. Ha, doktor aka? Buqani ko'ringlar holatini qanaqa bo'lyapti. Buqa ham 750 kilo plus, Xudo xolasa 700 kilodan o'tib ketibdi. Mollar o'ta ham holati zo'r. Buqaga o'xshar olasiz, orqadan kelyapti. Yana qayta bo'ldim. Favtor. Bo'ldi, hozir bilan. Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'q qisirmi? Ha? O'sha ikkinchida urdi-da buni. Yo'q-e? Mana shu oyda ikkinchisida. 12 kun bo'libdi, zo'r. Hozir qisirmi axir bu? Bajadonlari yaxshimi? Kista-mista? Ha? Mollarcha semirib ketib qolgan-a? Molni yetib belakda. Ha? Abi kamasiga kelsam yo'q deyapti, o'zim bilaman mol boqishni, semirib ketmagan deyapti. Novoz qarang. Novozda ham o'shim baqib boribdi. Doktor aka, birinchisiga urug'ga qo'ygan yaxshimi yo buqaga qo'ygan yaxshimi? Doim urib qo'ygan yaxshi. Postoyanni? Postoyanni. Kasallik bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi, birinchisida tuqqan qiynaladi deb bo'lmagan gap-a? Bo'lmagan gap. Gap yo'q. Tavsiya qilamiz, Xudo xolasa. Urug'lar zarur bo'lsa, Xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib berilaveradi. Qanaqa sotlar bor? Golden Simmental. Qaytdiki, Daniya, Avstriya, Germaniya? Daniya. Daniyaniki bu. Gap yo'q. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi, Xudo xolasa. 3 oyliklar atrofida. Cho'li bor. Akun buni urgan yo'q-da. 3 o 2 1 Yozib qo'ying, 3 oylik. Cho'li bor-da. 3 oylik bo'lsa, xullas kelib sentyabrda oxiriga. Deydi, kuzda oxiriga tug'adi. Eslab qoling. Eslamaydi, mana butun dunyo ko'ryapti. Ko'radi. Azbek aka, mol qochmayotgan, yangi tuqqandan keyin necha oygacha qochirish kerak mollar? Maksimal Tuqqandan keyin 2 oyda qochirishni harakatini qilish kerak. 40 kunda pastda buqatal bo'lsa qo'ymaslik kerak. Ha? yutkizdirib qo'yadi unda. Sutdan yutkazadi. Eng optimal holat 60 kundan 90 kungacha zo'r bo'ladi, Xudo xolasa. Gap yo'q. Ko'pchilik savol beradi, bu mollarda oyoq og'rib qoladi. Oyoq og'riqqa sabab nima? Mashq holatda ham kelib chiqadi oyoq og'riq. Agar chilta bo'lsa, nam holatda bo'lsa. Ha? Bu holatda kelib chiqmaydi. Ha, bu quruqlik holatida. Quruq-ku. Ha? Agar nam Chilta bo'ladigan bo'lsa, tuyoqda shu patodermatit, nekrobakterioz shunaqa kasalliklar kelib chiqadi. boshlanadi. Keyin o'sha oziqasi tarkibida o'sha premikslar berishida birinchi o'rinda o'sha biotin degan moddasiga e'tibor berishni so'rayman emasda. Biotin degan modda bor. Ya'ni o'sha miqdori ko'p bo'lgan premikslarni olish kerak. Tavsiya qiladigan premiksiz Villafosda solishtirib ko'rishaversin. Likrachi avstriyanik. Ham bo'laveradi. U Villafosdan ham ancha kuchli. Prosta tabiiylik juda ko'proq uni. O'sha tarkibidagi biotin miqdoriga qarab ikkovidan bittasini berishaveradi. Ha. Narxiga qarab turib, обязательно berish kerak-mi? Berish kerak. Gap yo'q.
Bitta sizga endi yana bitta qanaqadir bitta bomba savol bermoqchiman. Kim qanaqa tushunadi? Bu ukamiz vahshiy zo'r doktor, qarab turing. Agar o mollarga har xil ikonlariga nima qilyapti-yu, sizga qanchadir dori bersa, pul mesela 5000 dollarga tavsiya qilinadigan bo'lsa, o'rtacha semirtiriladigan ikonlar deydimi, qanaqadir bema'ni ikonlar. Reklama qilgan bo'larmi? Shu haqda endi nomini aytmay qo'ying, brendini. Kamas aka. Nima deysiz shularga? Shularning foydasi bormi, yo'qmi? Mana. Sizga emas, doktorga aytib. Berish kerak og'zidan, vitamin oziqasida hamma narsa. Birinchi o'rinda oziqaga e'tibor berish kerak. E'tibor berish. Xullas kerak, bunaqa dori-darmonlarni bergandan ko'ra oziqasiga vaqtida beriladigan bo'lsa, vaksinasiyani qilish kerak. birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Kasallikni davolamaslik kerak. Ha? Oldini olish kerak birinchi. Mashalloh, gap yo'q. Otizga rahmat. Hozir odam doktorlarda ham, chorva doktorlaringizda ham dori-darmonlar juda ham kuchayib ketiriklamas. Azbek aka, xolis fikringizni tajribadan kelib chiqib, nima degan bo'lardingiz? Xalq uchun to'g'ri kelgan narsalarga yoqilishavermasin, to'g'rimi? Ha? Imkon bo'lsa oziqasiga e'tibor bersin. Hech qaysi dori-darmon oziqani bermaydigan bo'lsa semirtirib qo'ymaydi. To'g'rimi? Yesa keyin semiradi. Yesa oziqaga chiroyli qilib e'tibor berish kerak, sharoitga, molni zotiga qarash kerak, xudo xolos, ha? Gap yo'q. Bitta misol ichkimalik dilini ortib yoki anaqa qilish emas, prosta bor narsani haqiqatda olib chiqamiz. Biz hech qachon pul gapirtirmagan, gapirtira olmaydi ham. Inshaalloh kim bo'lishidan qat'iy nazar bittasidan cho'chib yoki anaqa ham qilinmaydi. Maqsad xalq uchun qo'ldan kelganicha, kuchimiz yetganicha o'zimizdagi bor bilim, tajribani mashnaqangi zo'r ukalarimiz bor. Agar kimga mashnaqangi o'ziga xizmatda, molni davolaydigan qanaqa kasallik bo'lsa, inshaalloh operatsiya deysizmi, hammasini qo'ldan keladi. Juda ham tajribasi yuqori. Bo'ladigan ishda bo'ladi deydi, bo'lmaydiganni bo'lmaydi deydi. Xudo xolasa, agar nomerlar zarur bo'lsa, kommentariyaga qo'yib qo'yamiz. O'zlar qasiq o'zi kanalingiz gruppingiz ham boradi. Zovetmi, nima edi? Zotexmi? Azizjon veterinar degan. Azizjon veterinar degan. Ismi Azbek, Bog'doddan, xudo xolasa. Yana sizga qanaqangi savollarni bersam bo'ladi? Buzoq bo'yicha bering. Buzoq bo'yicha, Qachadan bo'yicha. mollarni qochmay qolishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Yangi tuqqandan keyin ko'pchilik mana shu zotli mollarda, o'zimiz mahalliy zotlarda unaqa narsa bo'lmaydi. Buqaga o'xshar olasiz. Buqa shu marginal holatda turib ketdi. Qochmay qolishiga sabab o'sha ko'pchilik sigir tug'ayotganda tortib oladi. Aha. Tortib olganda o'sha qinda o'sha yirtilishlar bo'ladi. Ana o'shalar metrit, vaginit, endometrit degan o'sha bachadonda kasalliklarni keltirib chiqaradi bu. Ha. Yaxshi sifatli oziqlantirish kerak. Sutdan chiqqandan keyin necha oyda sutdan chiqarish kerak? Sog'in bo'g'oz sigirimiz, mashmollar tug'di deylik, yana urug'lantirildi. Sutdan necha oylik bo'g'ozli mahalda chiqarish kerak? Yuravering. 7 oylik bo'g'ozlik vaqtda 00 ga to'xtash kerak sut sog'ilish, ha? shunday. Kamida 55-60 kun dam olish kerak. Dam olish kerak. Qanaqa oziqalar berish tavsiya qilinadi mesela bu bo'g'ozli davrida? Bo'g'ozlik davrida silostik bermaslik kerak. Silostik bermaslik kerak. Normada berish kerak, to'g'rimi? Bu qana qarang. Hujayra bilan boqmaslik kerak. Bo'g'ozlik davrida. O'zimiz paxta shiroti bilan, ha? Shiroti bilan boqmaslik kerak. Paxta shirotini tarkibida o'sha Gasipol degan modda bor-da. aha, o'sha Zaharli u tabiiy modda bo'lib o'simliklarga qarshi kurashishda ishlab chiqaradi o'zi. O'pili bu qana qarang. Tashayapti bu qon. Kamasagan o'g'li mana shu qo'lyapti. Oddiy usulda mol boqishda o'shim yirtib yuboradi. Bu hali tekshirilgan emas, boshqa? Yo'q, bu boshqa. Sasang eng kichkinasi. Eng kichkinasi. Ha. Urdim, urmadim, bilmayman. Bu 71 yilin soqqan. Necha oyda? Qo'yibdi bunga. Bu ancha oldin qochgan bu. G'onachilarda necha oylikda qo'ysa yaxshi molga? Endi oziqlantirishiga bog'liq endi bu. Aha. Oziqlantirish yaxshi bo'lsa, Aha.
13 oyligida qochirish kerak. 13 oylikda 350 kilo atrofi bo'lganda qochirsa bo'laveradi. Shu atrofida 3 oy. 3 oy atrofida. Bu ham 3 oyda. Asta turibdi. Arqaga qo'shtirmaslar. Narigilar shu olamiz. Birinchisi Bu ham 3 oylik. 82 ham 3 oyligi. Ha. Ashinasi vaqtroq bo'lsa kerak. Mana oq. Mamnunman. Ha, bir 5 oylik bo'lsa kerak ashinasi. Bu 5 oylik xudo xolasa, 5 oylik atrofida. 0671. Yeridan qolib qoldi-da. Ha, ana pochim mashinadan bo'lar ekan mana. Nima dedingiz boshqatdan gapiring? O'g'ilga qaralmaydi, oxiriga qaraladi, oxiriga. Yo'q. O'tiram. Shoirona gaplar ham chiqib turadi, to'g'ri. Endi shu Qimmat uyda och o'tirgandan kulbada qorning to'q o'tirgan yaxshi-ding. Yanda Hozircha 3 ta tekshirdik. Ya 4 ta tekshirdikmi, 3 tami? 3 tadan garochi 2 ta bo'g'oz. Bitta qilsa tashlang endi tepasiga. Narigami yo'q? Bo'ldi. Nima beryapsiz? Qo'rq keting. Yo'q. Roylik bo'lmashi. Ko'rdingmi, ovoz qilib qo'ygan. Menga Ha? bo'g'oz bo'lsa ham urib ko'rar ekanman. Ha, bizning ovoz Novoz haqiqiy biladi, beparosat ekanda. beparosat. Menda bu. Ha? Nechi? 50 kunlik menda bu. 50 kilo atrof. Nima deysiz? 26-chida ungan. O'tgan oyga Mol holat. Ishqibozlarga sotiladi bu aka-ukalar. Zotga uji pashti hammasi hozir yana 2 ta qoldi. Tekshirsak. Jivoviyasi xo'p 750 kilo plus 800 kiloga yaqin keladi. Xo'p, yanvar oyida raza 15 oylik oldi. 18 oylik. Bu yanvarda 2 yashar o'ladimi bu? 17-aprelda urilganda. Yo'q, kamas aka. Buqa qachon 2 yashar o'ladi? 2 yashar basu. Ya, yanvarda o'ladimi bu? Bo'ldi, qarang. Boqishdi. Qaysi? Mashina boshqatdan bir ko'raylik. Ko'rinmasmikan mashina? Och yo'q. Hozir hammasi bo'g'oz chiqyapti bitta o'shandan tashqari o'sha. Ha, Bir oylik ham bo'lgan yo'q deyapti o'shanga. ha. Hozir bu oq qoldi endi. Ha, bu ham Chiqmaydi-da u. Chiqmaydi-da. Undan oldin buni Do'zaxda sakaragan bir. mo'y ham kamida 4 oylik bo'g'oz chiqadi. Mo'lar bor-ku. Qarab turib, ashini andiq qilib beraymi? Bitta bash qoldi, xudo xolasa. Ha, chappa cholish yo'q. Chapachasi stressga tushar ekan, kamas ekan mollar. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqish sababi bilan mashinasi agar bo'g'oz olib bo'lgan bo'lsa, yarim finaldan o'tib ketadi, Ilhom aka. Ya, xudo xolasa. Qani, sinasam tagat. Ya, yoshi kichkina edi-da bu, to'g'rimi? Buni yoshi kichkina. Mana shu 12 oyligi ham bormagan, agar qochgan bo'lsa. Tortish kerak, tortish kerak. Joyli deysiz? Shu yarim 4 oylikmi? Ha? Bo'ldi. Kamasiga buqani yig'ishtirib orar ekansiz. Uni bitta ko'rib. U ham o ikkinchi kuni bo'lgan ekan-ku. Ikkinchi kuni bugun olasizda yana qaytib olamazmi? Yo'q. Bo'ldi. Doktor aka, Novosga nima deysiz? Novosga nima deysiz? Nimasi? Sifati qanaqa? Qora dori berdim, oshqozoni, yo'qmi? Aktivniy ugul. Ha? Aktivniy ugul bergansiz. O'shandan ekpachka berdim. Bir kun, 2 kun. Bo'ldi, keyin o'sha suvda. Bu senajli hisobiga og'zdan suv oqyapti deyapsizmi? Ha, mashika olib o'xshab 2 kun chapillatdi, tilini o'ynatdi. Qalamizga ushlatsa, ovozlarni ichine bir Ko'rdingmi? Ko'raman. Yoshdan. Hoji aka, mana shu o'zini olchi. Sekin. Ramizda eslab qoldi. 4 oyda qolgan
Ha bu 4 oylik. 5 oylik 71. 50 kunlik 75. Ha, o videoni bitta ko'rsangiz bo'ladi, sekin ko'raverasiz o'zi. Konkret ne bo'lyapti o'zi? Nima qayerda qanaqa ketdi? Sen Kap bo'lgan qo'lingizdan kelmas ekan, ey. Nariyoniga xalq ko'ryapti siz hozir. bu yoqasizmi? Ha. Qochib ol. Bu yugurishlardan nimami bu? Ammo bunday yugurmaydi, to'g'rimi? Azbek aka, Labbay. savollar beraverasiz sizga. Xalq orasida mana shu iminni zotli mollarni boqqan foydalimi? O'zimiz oddiy xalqlar yoki o'zimiz местный mahalliy mollarni boqqan yaxshimi? Unga ham ovorasiz. Ha. Zotlisiga ham, zotsizga ham ovorasiz baribir. Ha. Ular mahsuldorligi yuqori, sut berishi, go'sht berishi yuqori bular. Zotli mollarni. Zotli mol boqqan yaxshi. Qaysi mol tavsiya qilasiz? O'zbek xonadoniga bitta ikkita boqadigan shvesmi, sementalmi, galishtenmi? Aholi xonadonlariga semental tavsiya qilaman. Ancha-muncha kasallikka chidamliligi. Ha, yo'q kasalliklariga ham nimasiga, hamma narsasiga kasalliklarga chidamli bu. Ozuqa tanlamaydi. Oziqa tanlamaydi, berganini yeydi. Stressga tushish juda kam. Ha. Bir kunlik bes yig'ish juda ham yuqori. Galishtenlar endi ozgina odamning diqqatini ko'proq talab qiladi, to'g'rimi? Постоянный ratsionda oziq yeyish kerak. Hozir anu paxta shirotini anaqa qildingiz, uni o'rniga qanaqa nima bersa bo'ladi? Raps shirot, semishka shirot, Semishka, arpa, makka, bug'doy, soya. soya bersa bo'laveradi. Ha, bersa bo'laveradi. Ya, обязательно silos yeyish kerak. Silosini boqish kerak. Imkon darajasida ratsionda oziqlantirish kerak mollarda. Shunday Mol- turgan maqsadga yetadi shunda. Pul ekandir, semirtirish ekandir, to'g'ri kelgan narsani qilib yorib yoki bo'lmasam mollarni aldash kerak yo'q. Kelmasaga mol istamadi deb bo'pti, o'sha bir ko'rsataman deyapti doktorga. So'kinmay, siz butun dunyo ko'ryapti, qarang. Axloqli, odobli inson bo'ling. Ramz baba, minorasimi bor navosda ham? Bu chatag'i. Buni gazi baland. Kelmasaga bu qasini gazi o'ta baland. Ha, bo'ldi, yo'q. Ichkarida bir kurashasizmi? Bu nima sotdingizmi? Javob. Qashish kerak odam ko'pdi, o'shaning uchun anda qo'lyapti. O'zi Buni sotib yuborish kerak. Yo, yana bitta paxta bo'la olasizmi? bitta paxtor bitta Yo'q. Bundan keyingi bolalarga mana shundan bo'la olasizmi? Ha, vashi katta ketib qoladi. Ha? Katta bo'lib ketib qoladi. Rasmi. Azbek aka bo'lmaydi bundan keyingisiga. Yana bir 7-8 oydan keyin yaramay qoladi bolaga. Eplomay ketadi. Mol Bo'lmay ketadi. eng yaxshi urug'ga qo'ygan yaxshi. Urib qo'ygan yaxshi. Kamasagan mollarni so'mkasi tugadi, xudo xolasa 5 ta bo'g'oz, bittasi gumon, 2-iyun kuni. 6-oyda qo'yilgan shunaqa bo'lyaptimi oxirgisi? Ha. Ha? Ikkinchida kuya kelganda bu, ikkinchida novvot. Hammasini ursoqqa sotib olmaysan, bitta klient bor. Endi nima qilaman? Shu cho'l yurasiz maza qil. Bularga ichida boru, dahshat bo'ladi bu. Qarang, birinchi qarab turing, mana xalq ko'ryapti. Birinchi olganda nima degan bu? Novvosda 27 millionga izlatgan. O, Juda qimmat olganman haqiqatdan. ha? Ha. Endi Onajillarni-chi, doktor aka, mollarning holati yaxshimi? Ha? Gap yo'q. Odamlar motivatsiya olsin, maza qilsin, maqsad bu nimanidir balki andaqa qilish emas. Odamlarda misol chorvaga bo'lgan qiziqish oshishi kerak. Qadrli do'stlar, syomkani yakunlaymiz. Laklar bosib, pomni chorva ishqozlarga podresa qo'yinglar. Kamasakka xudo xolasa, shum yordi. Dvijeniyaning bombasi bo'ldi.